bugun musulmonman degan nom bor. Payg'ambar qilgan deb do'ppi kiyish bor. Payg'ambar kiygan deb salla kiyish bor. Payg'ambar qo'ygan deb qomat qilib soqol qo'yish bor. Payg'ambardan faqat soqol qolmagan akalar. Payg'ambardan faqat do'ppi qolmagan. Payg'ambardan faqat salla qolmagan. Payg'ambardan faqat qo'lda tasbih ko'tarib yurish qolmagan. Or, nomus, vijdon, uyat, hayo, to'g'rilik, halollik, kamtarlik, saxiylik, Alloh buyurganini o'z vaqtida bajarish, Alloh qaytargandan o'z vaqtida qaytish. Mana shu narsalar qoldi. Rasululloh 63 yil birorta odam bilan urushgan odam emaslar. Vaholanki qancha laqablar qo'yishdi, ermaklar qilishdi, zulmlar qilishdi.